Cherry Chilonzorda endi bitta yangilik bor. 7 Pro modellari barchasiga hamda 8 Pro Max modeliga biz bepul propan sovg'a qilamiz hamda kelasizlarga zo'r narsalar qilamiz. Biz sizlarni tez drive'da kutib qolamiz. Bu obzorimizning asosiy maqsadi nima? 7 Prolarni prosta etib chiqamiz hamda propan to'g'risida shu videoda gap ketadi. Xo'p, biz aytgandek, panjarasini qarang, bu yangi облицовка, bu restyling varianti. LED farlar mavjud, do'p farlar bor. Xo'p, bu yerda oldisidan lidar yo'q. Bu luxury varianti. Premiumda lidarlari bor. Pro Max'da ham lidarlari bor. Xo'p, cruise control ikkalovsida ham mavjud. Prosta bunda endi pamять сиденьяsi yo'q. Bunda ikkita pamять сиденьяgacha bor. Luka yo'q, luka bor. Ikkalovi ham qora. Razmerlari ham bir xil. Abagrev stikla hamma narsasi bor. Prosta biroz funksional jihati kamroq bo'ladi. Mana bu birinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasi более boy deb hisoblanadi. Uchinchi pozitsiyasi bu Pro Max modeli bo'ladi, 7 Pro Max. Unda вообще 4x4, motori ham boshqacha bo'ladi. Variator korobkasi ham DCT bo'ladi. U вообще narxi ham sal teparoq bo'ladi. Xo'p, bularga keladigan bo'lsak, бесключевой достуp, ichlari bir xil, ekranlari ham bir xil. Funksional bo'yicha prosta bunda беспроводной zaryadka yo'q. Bunda беспроводной zaryadka bor. Motorlari bir xil, 1.5 turbina, 1.5 turbina. Yengilligi ham bir xil. 5 o'rindiqli. Prosta ish tizimi bor, qayerdadir sideniyalarda, qayerdadir yo'q. Shu narsa. Lekin men sizlarga ko'rsatadigan narsa nima? Kelinglar bu yoqqa. Bagajnik ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, qarang, yonib turishini, chiroyliligini qarang. Qorada, lekin вообще zo'r turadi. Tonirovka qilib olsanglar, bo'pti. Ochamiz, mana mashina qilib. Ochamiz, bizani bagajnik hamda pardachasi kutib turadi. Xo'p, endi buni ochsak, qaranglar. Полноценный, докатка emas, полноценный zapaska balon. Shuni olib tashlaysizlar, propanni o'rnatib beramiz. Bepulga 15 millionlik propanni shuni olib olasizlar. Cherry Chilonzorga kelasizlar, 7 Prolarni любой modeli, xohlagan modelinglarni tanlaysizlar. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiyalar. Shunchagilarga qarab. Xohlasanglar, pulim toshib ketyapti desanglar, 8 Pro Max ham bor. Unga ham o'rnatib beramiz. Kelasizlar, xalq qilib beramiz, olib ketasizlar, bir kun ichida uстановка ham bo'lib ketadi. Zo'r taklif. Bizning obzorimizni o'z nihoyasiga mana yetdi deb o'ylayman. Men sizlarga kerakli informatsiyalarni tushuntirib berdim. Kelasizlar, uni pip bo'lgan narsalarni biz sizlarga aytib beramiz. Qiziqtirib qo'ydimmi? Men ham shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, kelasizlar, aka, uka, 3-pozitsiya hamma narsalarni ko'rib ketasizlar, tezroq ko'rasizlar. Biz sizlarni kutib qolamiz. Yo'qsa olib ketasizlar. Yo'qmasa bizdan baribir ham bitta sovg'a olib ketasizlar. Va'da beraman. Уже olib keldik, tayyorlab qo'ydik. Prosta kelib ketinglar, mehmon bo'lib ketinglar, choy poy ichib ketinglar. Hamma narsa bepul. Biz sizlarni Cherry Chilonzorda kutib qolamiz. Ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'linglar.